Sotishdan oldin bitta shartim bor. W223 qilib O'zi ham yo'qolib ketgan mashinalarni topib qo'ydim. 505 litrli motor, okay? S500 long full option. Yana nima kerak, okay? Mashinamizning bir dunyo opsiyalari bor. Bitta like bosib qo'yinglar. 2010-yilgacha chiqqan mashinalarning eng yumshog'i W221 bo'ladi. Undan keyin LS460 bo'ladi. Google'ga ham yozib ko'rsangiz bo'ladi, ChatGPT'ga ham yozib ko'rsangiz bo'ladi. Eng yumshoq mashinani sizga sotuvga topib qo'ydim. Xo'p, panorama tomlari bor, 4 ta eshik davodchiklari bor. Salon holatlarini qarang. Abduf abagrefi bor. Oldida ham, orqada ham pnevma podveskalari ham ishlab turgan ekan. Motor ходовой korobkalari ham yaxshi ekan. Bemalol tekshirib olsanglar bo'lar ekan. Egalari uvering bo'lib eturing deyaptilar. Oporniy diskalardagi perforatsiyali, okay? Narxi bilan ko'ndirib qo'ydim. Narxini hech bildi bo'laysiz. Narxini aytishimdan oldin salon holatini bitta ko'ring. Karamel salon, okay, mana qarang, karamel salonligini. Karamel saloni ham shaxsan o'zimga yoqadigan salonlardan bittasi. Xo'p, narxi 27900 dollar. Bosib olsanglar bo'ladi. Yili 2007-yil, Vinkodiga ursanglar ham 2007-yilda eng oxiri bo'lib chiqib keladi. Bosib olsanglar bo'ladi. Primoy egalari